Namoz o'qisizlar? Biron bir narsa sizni namoz o'qishingizga bahona bo'lmasin. Agar odam shunday bo'lib qolsa, xoh safarga chiqsin, xoh bir joyda ishlayotgan bo'lsin, xoh boshqa bir ish bo'lsin, yo'q kasal bo'lsin, hech narsa to'smaydi uni namozdan, to'g'rimi? Uni namozi uni hayotiga kirib bo'lgan. Alloh taolo aytadiki: "Hoy musulmonlar, la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillah." Namoz o'qishlikdanchi sizlarni mollaring bilan bolalaring to'sib qo'ymasin deydi. Pul topaman deb, bola boqaman deb namoz o'qimay qo'ymanglar deydi Xudoyim. Sizlar shunday bo'linglar.